Assalomu alaykum qadrli futbol ixlosmandlari, salomatmisizlar, charchamayapsizlar? Navbatdagi videoni yozyapman. Sharoitga rozi bo'lasizlar. Muhimi fikr. Andijondaman. Andijonda Superkubok o'yini bo'lib o'tdi. Ana shuni sharhlashga juda katta jamoa bo'lib keldik. Sport telekanali, PFL juda ko'pchilik bilan birga edik. Baribir katta o'yin bo'lib o'tdi. Andijon Bobur Arena va yaqinda final o'yini bo'lib o'tgan stadionda Paxtakor hamda Buxoro jamoalari o'rtasidagi uchrashuv bo'lib o'tgan edi. Davomida mana Superkubok o'yinini ham shu stadionda o'tkazishdi va katta o'yin bo'lib o'tdi. Katta o'yin bo'lib o'tdi. Chunki Paxtakor ham, Neftchi ham zo'r holatda mana shu o'yinga kelishdi. Paxtakor garchi Navbahorga yutqazib qo'ygan bo'lsa ham, qorli oqshomda, lekin tarkibida juda ko'p futbolchilar yaxshi holatda. Hali juda ko'p futbolchilarni bo'ladi-yu, mavsumning o'rtasida yo'qotgan bo'ladi, kemtik bo'ladi, unaqa emas. Zaxiradan O'zbekiston terma jamoasi futbolchilari tushishni ko'rdingiz. Kamoliddin Tojiyev hamda Islom Ismoilov o'rtasidagi yaxshi kurashni ko'rdik. Va nisbatan taxminlarimiz o'zini oqladi. O'yindan oldin juda ko'p portallarga intervyu berganimda aslida bir fikrni aytdim. Ishtiyoq Neftchida yuqoriroq. Neftchi birinchi marotaba ushbu sovrinni qo'lga kiritishi mumkin va o'tgan yilgi natijasini takrorlash uchun ham Neftchi ko'proq kurashadi degan fikrni bildirgan edik va umumiy o'yindan kelib chiqadigan bo'lsak, tablodagi 1-0 hisobi uchrashuvda endi Paxtakor ham gol ursa bo'lardi, Neftchida ham imkoniyat bo'ldi. Deylik 2-1 bo'lsa juda mos tushardi. Sababi Neftchi jang qildi, Paxtakor o'ynadi. Paxtakorning raqib pressingidan chiqishdagi muammolarni kuzatdik, lekin Neftchi o'yin davomida ko'proq hujumkorroq o'yin ko'rsatdi, ko'proq hujumkor. Paxtakor daqiqalari bo'ldi. Paxtakor gol o'tkazib yuborgandan keyin birinchi bo'limda ham bir ikkita vaziyatga ega bo'ldi. Keyin zarbalar yo'lladi. Penalti masalasi rosa shov-shuv bo'ldi. Unga izoh ham berildi. Men ham sharh davomida shunaqa deb aytib o'tib ketdim. Ya'ni talqin talab vaziyat va talqinida mana bunaqa deyilgan bo'lsa kerak dedim. Chunki 50-50 vaziyatlarda talqini aytilishi shart. Tushuntirilishi shart. O'sha qo'li bilan ko'rsatgan paytda uning qo'liga to'p tegdi. Atayin ko'tarish bilan atayin ko'tarmaslik o'rtasida talqinlarda ham bor. Xullas, Paxtakor yaxshi imkoniyatlarga ega bo'ldi. Paxtakor hisobni tenglashtirsa ham bo'lardi, lekin nazdimda, endi bu yo'g'ini bilmaymiz. Yo'lbars bilan sherni o'xshatdik-ku. Bittasi sher, bittasi yo'lbars. Sherning xususiyati oxirigacha qochib ketishni o'ylamagan holatda o'zining o'ljasiga tashlanadi. Kattaroq o'ljalarga ham tashlanib, ko'p holatlarda mayib bo'lib qolganini ham ko'rganmiz sherni oyoqlari ostida. Yo'lbars esa unday bo'lmaydi. Yo'lbars biladi, hisobini olib turib harakat qiladi. 10%, 15% zaxirasida kuchi ham qoladi ki, mabodo ov barordan kelmasa, u yerdan ketish uchun, qochish uchun o'shanisini sarflaydi. Neftchi bugungi kunda yo'lbarslar, Paxtakor sherlar rosa ham mos tushdi. Men aytdimki, agarda Paxtakorning biror bir zarbasi, misol uchun yaxshi zarbalar bo'ldi, yaxshi nuqtalardan Andijon stadioni, Bobur Arena begona bo'lmagan Turdimurodov ikkita vaziyatga ega bo'ldi birinchi bo'limda. Hatto o'sha payti 0-0 edi hisob ham. Keyin Akmal Mazgavoyda zo'r imkoniyat bo'ldi. Yaqin masofalardan zarbalar yo'llandi. Xullas, o'sha yo'lbars yangilik Neftchi o'zida ozgina kuch saqlab turgandek tuyuldi. Kerak payti yana qo'sha oladigandek tuyuldi. Paxtakor esa tarkibi kuchliroq degan tuyuldi, lekin futbolda ko'proq jamoaviy o'yin yutadi. Neftchi baribir mamlakat chempioni bo'lgan, yil davomida yaxlit bir jamoa sifatida shakllanib kelgan shu paytgacha va shakllanishi davom etyapti. Yangi murabbiy kelib turib shu chempion bo'lgan davridan yanada ko'proq narsalar qo'shib turib davom ettirdi. Yana shakllanishda davom etyapti-da. Paxtakorda esa murabbiylarning iste'fosi bo'ldi o'tgan mavsumning avvalida. Natijalar yomon bo'lib ketdi. Keyin yangi murabbiy bilan adaptatsiya holatida baribir qaysidir o'yinlarda jamoani qovushdi. Xullas, vaqt ketdi va yurak urishiga o'xshab turib tepaga pastga tushgan paytlari bo'ldi. Lekin o'tgan yili Paxtakor 2 marotaba Neftchini yutgan edi.
Neftchini hatto maydonida 4 ta gol urib turib yutib ketgan edi. O'shani revanshi ham bor edi. Keyin stadion Bobur Arena, Andijon uy maydoni va Andijonga Farg'ona yaqin. Farg'onalik futbol ishqibozlari, misol uchun Paxtakor jamoasi muxlislariga qaraganda o'zi soni ham ko'p, stadionga kiradigan muxlislarning soni ham ko'p. Va meni xursand qilgan manzara shu Andijonga kelgan paytimiz, men o'yladimki, o'tgan yillar bo'lgan-ku, aynan kubok finalida Andijon fan klubi faoliyat yuritgan. Bu safar esa biletlar asosan, shuni ma'lum bo'ldi, asosan Farg'onaning Neftchi jamoasi muxlislariga sotilgan. Chunki ular stadion to'ldirib o'tirishdi va bu baribir jamoaga qanaqadir energiya qo'shdi. Misol, men tasavvur qildimda, bu kecha agar Paxtakor yutib qo'yadigan bo'lsa, shuncha muxlisni uyiga ketishini tasavvur qildim. Baribir Farg'onagacha masofa bor. G'amgin holatda qaytishadi, alam qiladi. O'tgan chempion bo'lgan, chempionlik kayfiyatida turishibdi. Paxtakorda esa, Paxtakor ham kubok sohibi bo'ldi. Yana bitta kubokni qo'lga kiritsa, ortiqchalik qilmaydi, lekin motivatsiya e'tibori bilan Paxtakor so'nggi yillarda baribir sovrinlarga to'ygan jamoa boshqalarga qaraganda. Shuning uchun bo'ladi o'zi. Ming yaxshi futbolchi bo'lsa ham uni chog'lantira olish muammo bo'ladi. Juda qiyin bo'ladi uni motivatsiya bilan nutq irod qilib turib, o'zidan-da balandroq sakratishga erishish qiyin bo'ladi. Neftchi esa butun o'yin davomida sharhlayapman. Neftchini menga yoqqan jihati nima bo'ldi? Epizodlarga, har bir epizodlarga maksimal jangdek qaradi. Jangdek kurashdi. Paxtakor esa o'yin deb o'ynadi. Imkoniyat bo'lib qolsa, imkoniyat bo'lmay qolsa hech qanaqa fojia yo'qdek harakat qildi va alal-oqibat shunday yakunlandi. Ya'ni kim ko'proq xohish bilan o'ynadi, o'sha g'alabaga erishdi. Va bu g'alaba menimcha Farg'ona ahliga ko'proq kerak edi. Bu Neftchiga ko'proq kerak edi. Endi juda ham qiziqda kuzatish hozir Neftchi jamoasi vakillari mana shu g'alabadan so'ng hali gol o'tkazmadi. 4 ta o'yin o'tkazdi, 10 ta gol urib bo'ldi va ichida Andijon bilan bitta o'yini bor, derbi, Paxtakor bilan deyarli Der Klassiker o'yini. Mana shu o'yinlarda Botir Ali Ergashev darvozasi daxlsizligicha turibdi. Va bu yog'iga ham savol tug'iladi. Endi kim Lokomotiv bilan o'ynaydi, yana keyingi o'yinlar bo'ladi, kim o'zi Neftchi darvozasiga birinchi bo'lib gol kiritadi. Yutishmas, Neftchi darvozasiga to'p kiritadi degan masala. Murabbiy tanlash masalasi ham muhim pallada rahbariyatning eng nozik qarori bo'ladi. Juda ko'p ko'rganmiz. Misol uchun bitta murabbiyni noto'g'ri tanlash oqibatida qanaqa tizim buzilib ketishi mumkin. Juventusda shunaqa kuzatilgan edi. Yana boshqa jamoalarda ko'p bo'lib turadi. O'ynab turgan, ishlab turgan modelidan voz kechib turib boshqa yo'lga o'tish. Tottenhamda Pochettino ketgandan keyin hali-haligacha o'ziga kela olmayotganligini ko'ryapmiz. Shu e'tibordan Neftchida nozik vaziyat hukmronlik qilayotgan paytda rahbariyat naqadar to'g'ri qaror qabul qilganini ko'rdik. Shaxsan men mavsum oldi 3 ta murabbiyning faoliyatiga boshqacha qarayotgan yangi murabbiylar, bittasi Kapadze, Navbahor jamoasi bosh murabbiyi, bittasi Samvel Babayan, Andijon jamoasi bosh murabbiyi va uchinchisi Islom Ismoilov. Islom Ismoilovning ishi narigi murabbiylarga qaraganda qiyinroqdek. Chunki u chempion jamoaga kelyapti, tarkib kuchli va birinchi marotaba bunaqa katta jamoada ishlayapti. Endi Turonda ishlagan, klub miqyosida. Keyin esa yoshlar bilan ishlagan mutaxassisda, o'zi ham yosh. O'zbek Nagelsmann. Va chempion jamoaga kelyapti. Chempion jamoa odatda to'yibroq qoladi. Uni motivatsiyasini uyg'otish uchun boshqa narsalar qilish kerak bo'ladi. Va shularni hozircha Islom Ismoilov fenomenal tarzda amalga oshiryapti. Qoyilman. Haqiqatan ham bu masalada Islom Ismoilovga qoyil. Men o'yladim-da, masalan 3-4-tur yoki 5 tur o'tgandan keyin mana shu murabbiylardan qaysi birida muammo bo'lishi mumkin degan savol berilganda ko'p holatlarda men buni boshqalar bilan ham muhokama qilib ko'rganman. Ba'zilar Samvel Babayan derdi, ba'zilari esa Islom Ismoilov derdi. Chunki Islom Ismoilov hali o'sha katta yoshliklar bilan ko'p ishlamagan, mana bu yulduz futbolchilar bilan ishlamaganligi uchun o'sha yerda qanaqadir muammoga duch keladi degan faraz bor edi. Va bu farazni yashashga haqqi ham bor ediki,
ko'rilmagan narsa. Lekin mana ko'ryapmizki, Islom Ismoilov jamoani shakllantiryapti, o'stiryapti va barcha frontlarda teng olib boryapti. Superkubokni ham chiroyli tarzda yengib oldi. Juda chiroyli tarzda jang qilib yengib oldi. O Superkubok o'yinlarida penaltilar seriyasi bo'ladi. Bir to'p farqi bilan bir jamoa yutadi. Oson bo'lmaydi. Bittasi kubokni yutgan, bittasi chempionatni yutgan jamoalarda baribir salmoqdor jamoalar bo'ladi. Shu boisdan ham bugungi uchrashuvdagi jang menga ko'proq yoqdi. Har bir qarich uchun kechgan jang kim ko'proq xohlayotgani yaqqol ko'zlardan, kurashlardan bilinib turdi. Gol ko'ryapsiz, ha. Golda Nazarovning xatosi bor. O'zi shundoq ham darvozaga ketmayotgan to'pni Ferreiraning oyog'iga to'g'rilab qo'yish bilmadim men. Lekin nazdimda Neftchi o'sha golni keyin topadigandek edi. Chunki gol urgunicha Neftchi yaxshi o'ynab turdi. Paxtakor qarshi hujumlardan foydalanib turdi. Birinchi raqamni Neftchi oldi. Va futbolda ikki teng jamoani ko'rsangiz, ulardan biri birinchi raqamda o'ynashga o'tayotgan bo'lsa, hurmat qilishni boshlaysiz. Ikkinchi raqamda o'ynayotgan jamoa qarshi hujumga tayanadi va raqib oldinga chiqishining hisobiga qarshi hujumdan bitta gol urib qo'yadi, yutadi va juda katta ish qilgandek tuyuladi. Xuddi boks jangida ochiqroq jang qiladigan bokschining yuziga ko'proq zarbalar tekkani kabi, lekin uni hurmat qilasizda, qoyil deysiz, bemalol qo'rqmasdan harakat qilyapti degan hurmat bo'ladi ko'pchilikda. Neftchi shunday boshladi. Neftchi birinchi raqamda boshladi. Endi 17-daqiqada gol kiritilgandan so'ng tabiiyki ham hisobni ushlash uchun ham qarshi hujumlarga tayanib o'ynash jamoada paydo bo'ladi. Natija bilan bog'liq masala, lekin o'sha natijani qo'lga kiritguniga qadar biz ko'rdik kim birinchi raqamda o'ynashga urindi. Shuning uchun chiroyli g'alaba va Farg'ona ahli hozir bayram qilyapti. Men sharhda ham aytib o'tdim, Farg'ona tong otguncha bemalol bayram qilaversa, muxlislari ham rosa xursand, chunki 16 mingdan sal ziyodroq muxlis tashrif buyuribdi Bobur arenaga. Paxtakordan ming atrofidagi muxlis kelganini ko'rdim. Bitta sektor ham to'lmagan edi. Lekin qolgan hamma joy sariq libosga burkangan edi. Hattoki mezbon jamoaning, stadionning egasi bo'lgan fan klub faoliyat yuritmagani ham bilinmadi-da. Misol uchun men ko'proq baribir Andijon fan klubi kelib turib kimga ko'proq simpatiya bildiradi deb qiziqib turgan edim. Yo'q, bu savol ochiqligicha qoldi. Chunki yaqinda Neftchi yutqizgan, baribir alamli natija. O'tgan gal Buxoro bilan Paxtakor o'ynaganda ko'p ehtimol shu Paxtakor jamoasiga muxlislik qilgani aytilgan edi hamma joyda. Menda shu savol bor edi, lekin unday qaradim. Yo'q, ammo ularning yo'qligi sezilmadi, chunki farg'onalik futbol ishqibozlari stadion to'ldirib tashlashdi va g'alabaga erishdi. Tabriklaymiz, ajoyib g'alaba. 24 yildan keyin chempionlikni qo'lga kiritgan edi. Orziqib kutilgan damlar va umuman faoliyatidagi ilk Superkubokni boshi uzra ko'tarayotgani yana quvonarli hodisa. Va Chempionlar Ligasida boshlaydi. Hali ko'p frontlarda kurash olib boradi. Muhimi chempionatga ijobiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Yanada biz kattamiz, haqiqatdan ham hech kimdan qo'rqmaymiz degan bir ishonch bilan o'ynayotgan Neftchini bundan keyin kuzatsak kerak. Juda zo'r, tabrik, ajoyib. Yangi bosh murabbiy boshchiligida mana shu kubokni bosh uzra ko'tarayotgani menga juda ham yoqdi. Germaniya Bundesligasi. Germaniya Bundesligasi haqida gap ketganida odatda Bavariya gapiriladi, Bayer Leverkusen gapiriladi. Chempionlar Ligasida ishtirok etayotgan klublar. Borussiya chiqib ketdi endi. Va ular o'rtasida o'yin bo'lib o'tdi. Bayer hamda Bavariya. Qiziq tomonini aytaman. Germaniya chempionatiga bo'lgan qiziqish nima uchun odamlarda pastligini shu uchrashuv belgilab berdi. Ikkita futbolchi kam bo'lib o'ynayotgan paytda do'stlar, bitta emas, ikkita futbolchi qizil kartochka oldi Bavariyada. Bavariya raqibga pressing qilib turib gol urdi. Bavariya 9 ga 11 o'ynayotib, bizni ham shu Islom Ismoilov boshchiligidagi yoshlarimiz 9 ga 11 o'ynashgan. Lekin qanday o'yin bo'lgan esingizda bor. Bitta qarshi hujumdan urganmiz, penalti bo'lib qolgan. 2 marta, 3 marta chiqqanimizda o'sha natijani qilib olganmiz. Lekin bu yog'iga himoyada yotilgan, to'g'rimi? Iloji yo'q, 9 ga 11 da himoyada yotadi.
Ammo Bavariya pressing qilib to'pni olib qo'yib keyin gol uryapti. Ya'ni farq shunchalik. Agar endi 9 ta o'yinchi o'ynayotgan paytda ular maksimum bilan harakat qilishadi. Shuni hisobiga ana u 11 ta futbolchilar 9 ta maksimumni yoqqan futbolchilarga yetarlicha qarshilik ko'rsata olishmayapti. Dahshat farq. Bavariyaning dahshatli farqini aytyapman. Lekin Bavariyada darvozabon jarohat oldi. 3 ta darvozaboni jarohatda va 16 yoshli bolakay klubdan taklif etilar ekan. Atalanta bilan kechgan uchrashuvda darvozaga turadi. Lekin buni bilganmi, bilmaganmi Bavariya tomoni Bergamo bilan 6-1 qilib qo'yganda 6-1 hisobi qayd etilgan uchrashuv va javob o'yinida 16 yoshli bola turadimi? Umuman darvozabon turmaydimi? 9-11 pressing qilayotgan klubda menimcha natijaga ta'sir o'tkaza olmaydi bu narsalar. Lekin keyingi stadiyalarda agar darvozabonlarning jarohati uzoq davom etadigan bo'lsa, albatta qiyinchilikka duch keladi. Chunki yo Real yo City, ko'p ehtimol Real bo'lsa kerak, Bavariyaga qarshi o'ynaydi. U yerda hattoki ikkinchi darvozabonning darajasi ham sezilib qoladi. Ana klass futbolchilar ikkinchi darvozabonning ham haqiqatan ham ikkinchi darvozabon ekanligini ko'rsatib qo'yishlari mumkin. Shuning uchun Germaniya chempionatidagi bir uchrashuv butun bir chempionatni bir klub va boshqalar o'rtasida qanchalik katta farq borligini ko'rsatib berdi. Afsus. Italiya seriyasi haligi mashinani o't oldirasiz-ku. Shu endi yuraman deb yurayotgandek tasavvur uyg'otadi-yu, intriga olovi mana shunaqa darajada tutunlar chiqarib, lekin yura olmayotgandek tasavvur uyg'otyapti. Internatsional yaqinda Milan yutqazib qo'ydi va baribir Milan derbisida mag'lubiyatga uchragan jamoaga keyingi turlar ta'sir o'tkazadi. Biz o'shanda garchi Milan yutgan bo'lsa ham, Milan chempionlik kurashida bardavom bo'la olmasligini aytgan edik. Ya'ni kim Milan katta o'yinlarni asosan ikkinchi raqamda yutyapti. Allegri gol bilan yutyapti. Bu esa bilasizmi, chempion bo'ladigan jamoaning o'yini emas. Bunaqa qilib goh-gohda chempion bo'lish mumkin, lekin umumiy agar bir yaxshi stabil ta'qibchi bo'lsa, raqib bo'lsa, u chempionatda himoyaviy futbol bilan, qarshi futbol bilan to'pni raqibga berib qo'yish oqibatida amalga oshiriladigan hujumlar bilan hech narsa qilib bo'lmaydi. Milan isbotlayapti. Hanuz ham isbotlayapti. Milan derbisidan keyin 7 ochkolik farq vujudga keldi va Interga bu mag'lubiyat ta'sir o'tkazdi. Atalanta bilan og'ir uchrashuv, Atalanta bilan doimo kurash kechadi, o'ziga yarasha derbi. Kivu hattoki qizil kartochka oldi. Ikkita sariq qizil kartochka bo'ldi. Keyingi o'yin Fiorentina bilan u yordam bera olmaydi shogirdlarining yonida. Inter birinchi kun durang qilib berdi. Mana o'sha mandraj deydi-yu, natija ta'siri yaqqol sezildi. Lekin Milan mana bu oqshom chiqyapti, Lazioga yutqazyapti. Lazioga shunday yutqazmayapti. Darvoza sohasiga 3 ta aniq zarba yo'lladi, bitta golli vaziyatga ega bo'ldi, lekin jamoa bundan hech narsa chiqara olmadi. Sababi nima deb o'ylaysiz? Lazioning o'zi ikkinchi raqamda o'ynadi. Lazioning o'zi ana shu rejimni yoqdi. Milan bo'lib berdi shundoq, chunki Lazioning kuchi yetmaydi. Umumiy olganda Milandan yaxshi emas, ammo Milan boshqalarni qanaqa yutgan bo'lsa, to'p nazorati 40-60 bo'ldi. Milan 60% to'p nazorati bilan 3 ta golli vaziyatga ega bo'lib turib gol ura olmayapti do'stlar. Mana Milanning muammosi nimada? Milan katta jamoa bo'lib o'ynay olmayapti. Allegrini ko'proq shunda tanqid qilishyapti. Allegri oldingi murabbiylarga qaraganda natija e'tibori bilan nimalarnidir qaytar, Chempionlar Ligasi ishtirokchisi bo'ladi bu yil nasib qilsa. Lekin gap unda emasda, Milan baribir katta klub va Milan islohoti sal boshqacharoq bo'lishi kerak edi. Ya'ni o'yin qurish asnosida Komo'ni yo'li ham Milaniga qaraganda bir kuchliroqdek tuyuladi. Como Romani yutdi darvoqe 2-1 hisobida. 4-o'rinda boryapti, 54 ochko jamg'argan va 59 ochko Neapolda, 60 ochko Milanda. Inter durang natija qayd etib mana shu turda, endi bemalol
xotirjam keyingi turga ketishi mumkin. Yana 8 ochkolik farq vujudga keldi. Milan derbisidan keyin qoqilgan paytda biz o'ylagandikki, yana qisqaradi, durang bo'ldi. Bu yoqga Milan yutadi. Ba'zida o'ylagan Milan muxlislari ishonishgan, farqni endi yana qisqartirib boraver, chempionlik poygasi avj olib qoladi. Yo'q. Tur tugayapti. 7 ochko farq bilan boshlangan marafon -8 bilan tugayapti. 8 ochkolik farq bilan Internatsional oldinda boryapti. Bu turda Juventus g'alaba qozondi, chiroyli g'alaba, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Udinese maydonida 2-3 vaziyatlar ham bo'ldi. Ya'ni 1-0 bo'lsa ham ko'proq vaziyatlarga ega bo'lib, mana shu natijani qayd etdi va Napoli ham Lecce ustidan so'nggi daqiqalarda g'alabani yulqib oldi. Eng zo'r o'yin Como hamda Roma jamoalari o'rtasidagi uchrashuvda qayd etildi. O'sha 2-1 turnir jadvalida Romaning taqdirini hal qildi menimcha. Como Chempionlar Ligasida o'ynaydi va Chempionlar Ligasida aynan Como'ni o'ynashi Italiya A seriyasining eng yorqin sahifasi bo'ladi. Hatto Inter chempion bo'lsa ham, Milan Chempionlar Ligasiga qaytsa ham, Como'ning mana shu musobaqada qatnashishchalik yorqin sahifa emas. Angliya chempionatiga o'tar ekanmiz. Bu yerda endi sekin-sekin Arsenalni tabriklashni boshlasak ham bo'laveradi. Arsenal bu turda qiyin uchrashuvni o'tkazdi. Rostdan ham qiyin bo'ldi va aynan Manchester Citydan oldin maydonga tushganligi uchun nisbatan bu bosimni yengishga muvaffaq bo'ldi. Men har doim ta'kidlab o'tyapman, uzoq yillardan beri chempionlikni qo'lga kiritmay kelayotgan jamoada muntazam chempion bo'lib yuradigan jamoalarning bosimidan farqli bosim bo'ladi, katta bosim bo'ladi. Arsenal ana shu bosimni his qilyapti. Arsenal ko'p holatlarda Manchester Citydan keyin o'ynasa, City yutqazib qo'ysa ham, u ham yutqazib qo'ygan paytlari bo'lgan. Go'yoki o'tib ketishim kerak. Unga qarab o'ynayapti. Manchester Cityga qaramasdan o'ynash kerak. Go'yoki marafonda yuguryapti va yonidagilarni ko'rmasdan yugursa, o'zini tezligi normal, hech qanaqa bosim bo'lmaydi, marraga tezroq boradi. Lekin unda atrofga qarayapti, yaqin kelayotgan bo'lsa hayajonlanadi, ortda qolayotgan bo'lsa, ancha o'tib ketibman deb turib tezligini pasaytirishi mumkin. Arsenalda ana shu narsalar mavsum davomida elas sezilib turdi. Shuning uchun oldinroq o'ynadi. Everton bilan kechgan uchrashuv, Pickfordning fenomenal o'yinlari va oxir-oqibat so'nggi daqiqalarda Yokerishning goli, endi haligi Dolman 16 yoshli bolakayining kiritgan golini gapirmasa ham bo'ladi. Mikel Arteta uchrashuvni o'ziniki qilib oldi. Qiyin g'alabani qo'lga kiritgandan keyin Arsenal muxlislari mazza qilishdi. Mana shunaqa g'alabalar jamoani kattaytiradi. Chunki klub Chempionlar Ligasida ham nursiz o'yin o'tkazdi. Bayer Leverkusen so'nggi daqiqalardagi penalti, alamliroq holat, yana shu narsa takrorlanadi, yana barcha frontlarda nimadir bo'lyapti degan xavotir paydo bo'lganda ajoyib kombinatsiya Yokerishning goli. Muhim pallada Yokerish gol uryapti. Ha, o'sha joyga borgunicha u to'g'ri o'ynaganligini ham alohida ta'kidlamoqimiz lozim. Va qarshi hujum darvozabon yurgan paytda ikkinchi golni kiritilishi qop-qora nuqtani qo'ydi. Va bu yoqda Manchester City endi West Ham bilan o'ynashi talab etilgan. West Ham do'stlar. Men har doim shu West Hamni gapirib kelyapman. Esingizda bo'lsa, United bilan 5-uchrashuvda qatorasiga g'alaba qozonishi mumkin bo'lgan pallada West Hamni yuta olmasa kerak degandik va Laplandiya dedik va yuta olmagandi Manchester United. Chunki hozirgi kunda ushbu klubga ochkolar suv va havodek zarur. U qora hududdan ko'tarilish uchun harchandiki urinyapti. 29 ochko. Jamg'argan Nottingham Forest ham 29 ochko bor. Tottenhamda 30 ochko bo'ldi. Ushbu turda Leeds 32 ochko bilan endi Leedsga qolishi mumkin, ammo oxirgi o'sha 8 ta o'yin baribir telba teskari qilib yuborish mumkin. West Ham esa baribir yaxshi jamoada, tarkibi normal jamoa. O'rniga loyiq emas tarkibi. Shu bois ham bitta uchrashuvni zo'r o'tkazib berish kerak bo'lsa, jonga jon, qonga qon bilan maydonga tushishi kerak bo'lsa, qila oladi. Ya'ni u Leeds emas. Leeds shunaqa holatlarda qiynalishi mumkin. Kichikroq jamoa. Burnley unaqa qila olmasligi mumkin. Hatto Nottingham Forest ham West Ham baribir normal jamoalardan yaqinda Yevro kuboklarni ham qo'lga kiritib yurgan edi. Ana shu West Ham Manchester City bilan durang o'ynadi. O'ynaganda ham comeback qildi, ya'ni qayta oldi. Yutqazib turgan paytida Manchester City gol urdi va javob bera oldi.
Agar Abduqodir Husanovning 2-3 ajoyib o'yini bo'lmaganda, to'sib qolmaganda yanada qiyin ahvolga tushib qolish mumkin edi. Lekin shu ham yetarli bo'ldi. Pep Guardiola o'yindan oldin agar bu turda ochko yo'qotsak, chempionlik poygasidan chiqib ketamiz dedi, lekin keyin xuddi shu narsani aytdingiz-ku deyilganda, "Yo yutqazsak" degandim dedi. Yutqazsa durang, baribir 2 ochko ketdi, 3 ochko ketdi. Unaqa farq qilmasa kerak. Ayni pallada 9 ochkolik farq Arsenal oldinda, lekin bitta o'yin zaxirasida bor Manchester City'ni. Agar Manchester City o'shani ham yutib olsa, 6 ochkolik farq vujudga keladi. O'zaro o'yini bor. Juda qiyin endi, juda qiyin, chunki Angliyada to'plar nisbati bo'yicha masala hal bo'ladi. Arsenal esa bu masalada Manchester City'dan yaxshiroq. 61 gol urgan, 22 gol o'tkazib yuborgan. Manchester City Arsenaldan kamroq gol urgan va ko'proq gol o'tkazib yuborgan. Agar shu tempda davom etadigan bo'lsa, taxminan 2-3 gol bilan urib boraveradigan bo'lishsa, o'ylashimcha Arsenal oxiriga borib turib, gollari soni bo'yicha ham teng bo'lib qolsa, ko'rsatkichi yaxshi bo'lishi mumkin. Tam kim biladi deysiz. Lekin Arsenalning mana shu turdagi so'nggi soniyalarda qozongan g'alabasi shunaqa bir katta natija bo'lib berdiki, bu hatto Manchester City'ga bosim o'tkazdi. Biz boya Arsenal bosimni qanday qabul qilishini aytgan edik. Endi Manchester City xususida gapiradigan bo'lsak, Man City baribir Real bilan kechgan uchrashuvning ta'sirida yuribdi. Yana Real bilan o'ynaydi-da. Shu bois West Ham bilan qayd etgan durang natijasi shaxsan men umuman ajablantirmadi. Birinchi o'rin masalasi deyarli hal bo'lyapti. Ikkinchi o'rin boshqalardan ancha ajralgan. Manchester City 61 ochko jamg'argan, Arsenal 70 va uchinchi o'rinni hal qilib olish uchun Manchester United Aston Villa bilan bahslashdi. Teng edi o'sha payt ochkolari, lekin Manchester United kutilganidek g'alabaga erishdi. Chunki Manchester City yaxshi hozir, lekin Aston Villadagi inqiroz ko'proq mana shu natijaning qayd etilishiga sabab bo'ldi. O'yinga qaraydigan bo'lsak, birinchi Casemiro raqib darvozasini ishg'ol etdi, keyin Barkley javob berdi. Old Traffordda Manchester United comeback qilmasa bo'lmaydi, to'g'rimi? Mateus Cunha, Sheshko tomonidan kiritilgan gollar nuqta qo'yib berdi. Statistikaga qaraydigan bo'lsak, statistika bo'yicha ham yaxshi vaziyatlar Manchester Unitedda bo'lgan, Aston Villada ham vaziyatlar bo'lgan, lekin Aston Villani biz bot-bot ta'kidlab kelyapmiz. Ular birinchi davradagi o'ta ko'p suiiste'mol qilib yuborgan omadlarining badalini to'lashyapti. 3 golli vaziyat, lekin raqib darvozasiga bor yo'g'i bitta gol kirityapti. 3 golli vaziyat, Manchester City 3 ta gol kiritmoqda. Mana shunaqa, endi 3-o'ringa mustahkam joylandi. Qizil iblislar va ko'p ehtimol endi berib qo'ymasa kerak. Bundan oldin o'zi Chelsea yutqazib o'tiribdi. Chelsea Newcastle yutqazdi, Newcastle Barselona bilan o'yindan keyin yana Barselona bilan javob uchrashuviga tayyorgarlik ko'rib oldi. 5-6 ta futbolchilarda rotatsiyani amalga oshirdi, dam berdi, boshqa qildi. Rasinyor bu yerda yutqazib qo'ydi deb o'ylayman. Eddie Howe juda bir allambalo futbol ko'rsatgani yo'q. Chelsea o'zi bilan o'zi urushyapti. Chelsea futbolchilarida tushunarsiz taktikalar bilan o'yinlar davom etyapti. Shuning oqibatida Newcastle g'alabaga erishdi. Newcastle g'alabaga erishib, Chelseaning ahvolini ancha og'irlashtirdi. 48 ochkoda qotdi 30 o'yindan keyin. Liverpool ham aksiga olib Tottenham bilan durang natija qayd etdi. Oxirgi daqiqada Richarlison javob golni urib qo'ydi va ayni pallada 5-o'rinda boryapti Liverpool. Biz o'ylovdikki, aynan Liverpool ham g'alaba qozonadi Tottenham ustidan. Chelsea ham Newcastle ustidan g'alaba qozonadi-da. Shunaqa Aston Villani 4likdan 5likdan tushirib yuborishadi deb taxmin qilganimizda, yo'q, Aston Villani o'zi yutqazib, mana shu joyda qolyapti. Lekin keyingi turlarda baribir o'ylashimcha Unai Emery shogirdlari tushib ketishsa kerak. Hozir ham o'zi yetib keldi. Chegarada turibdi. Manchester United harakat qilyapti. Boshqalar eplay olishmayapti. Chelsea hamda Liverpoolning natijasi Unai Emeryga asqotdi. Juda ham vaqtida bo'ldi. Tottenhamga rahmat deb qo'yish kerak, Newcastle'ga rahmat deb qo'yish kerak. Angliyada endi Tottenham ham durang qilmasa
pastki zonadan uzoqlashmas. Sal uzoqlashdi, lekin keyingi o'yinlar oldinda turibdi. Angliyada ko'proq bizni e'tiborimizni tortayotgan masala bu birinchi o'rinni kim qo'lga kiritadi? 4-5 o'rinni kim qo'lga kiritadi va ana oxirida 18-o'rinni kim oladi? Kim shu qizil hududdan qochib qutuladi? Ispaniyada ham vaziyat shunaqa. Birinchi hamda ikkinchi jamoalar o'rtasidagi farq kattalashib ketmayapti. Real Madrid birinchi bo'lib maydonga chiqdi va Elcheni maydalab tashladi. Va men shu uchrashuvni sharhlar ekanman, rostdan hayron qolyapman. Arbeloa effektimi yoki Real shunaqa jamoaki, hali DNKlar ishlab ketib, bir katta g'alaba uni butunlay boshqa darajaga olib chiqadimi? Shunchalik ta'sir o'tkazadi. La Ligada baribir o'yinlari o'xshamayotgan edi. Yutayotgan o'yinlari ham hamin qadar edi. Bir og'riqli muxlislari ham iloji bo'lsa kechki birga qo'yishmasin, sal yorug'roq paytda ko'rib olaylik, qiynalib ketyapmiz, tunda tushlarimizga ham kirib chiqib. Mana shunaqa azobli o'yinlar o'tkazayotgan edi. Lekin navbatdagi turda Elche normal jamoa, turnir jadvalining pastki o'rinlarida, lekin futbol taklif etadi. Bemalol birinchidan chiroyli gollar kiritilyapti. Valverde butunlay boshqa daraja hosil qilgan. Valverde jamoaning xaloskori bo'lyapti. Vinicius ancha erkin o'ynayapti va yukni zimmasiga olmayapti-da. O'zini yumushini bajaryapti. Trivellalar bilan paslar ham beryapti. Hududlar ochilsa sheriklarni ham ko'ryapti. Va Brahim Diaz. Odam yo'qligida futbolchilar shunaqa his qilisharmikin o'zlarini? Hech kim yo'q. Zaxiradan tushadigan, o'ynamasam bo'lmaydi. Katta o'yin o'tkazmasam bo'lmaydi deb turib o'ynab borisharmikin. Brahim Diaz City bilan o'yindagi fenomenal o'yindan keyin bu uchrashuvni ham yondirib berdi. Qanotlar Fran Garcia do'stlar, Fran Garcia qanaqa darajaga chiqib ulgurdi tushunmayapmiz. Ferland Mendy jarohat oldida bildi-ku, bo'ldi, meni joyim deyapti va yondirib harakat qilyapti. Va zo'r tomoni Valverdeni Arbeloa tushunib yetdi. O'sha tomonlarda yurish kerak va u ko'proq gol urgani jamoaga foydaliroq. Himoya chizig'ida o'ynab turib raqibning hujumlarini kesib yurgandan ko'ra. Chunki bu muhimroq. Ikkita gol ursang, o'zi raqib sinadi. Raqib ko'p ehtimol bu uchrashuvda yuta olmaydi va Valverde kerak paytlari orqaga yugurib, baribir otni kuchi bor, borib qaytib o'ynab turaveradi. Erkinroq harakat qiladi va o'zi o'ynayotgan pozitsiyasida ko'proq o'ynaydi. Mana shunisi unga zavqliroqda. Baribir maza qilib o'ynash kerak-ku futbolchi. Valverde yana dahshatli gol urdi. Undan oldingi golda ham Valverde ishtirok etdi. Zarbani juda qattiq yo'llaganligidan xaos bo'lib ketdi va Rüdiger sajda bilan nishonlashdan oldin golini kiritdi. Shu boshlab berdi. Jarima zarbasi muhim bo'ldi. Valverde muhim bo'ldi. Keyin ikkinchi bo'limda juda ko'p o'zgarishlar amalga oshirildi. Kanterani futbolchilari bo'lib ketdi hamma joy. Arbeloa baribir yosh jamoa bilan ishlagan-ku. Yoshlarni yaxshi bilishini ko'rsatib berdi. 6 ta futbolchi almashtirildi. O'sha bosh qismiga zarba tekkanligi uchun ikki jamoa 6 tadan futbolchi almashtirish mumkin edi. Real o'shandan foydalandi va yetakchi futbolchilarni chiqarib tashladi. Vinicius ham chiqib ketdi, Brahim Diaz ham chiqib ketdi. Misol uchun Chouameni bugungi kunda jamoaning motoriga aylanib qolgan markazda, to'g'rimi? Antonio Rüdiger chiqib ketdi, Valverde chiqib ketdi va Peterch endi yaqinda qo'shilgan bo'lsa ham muhim figura bo'lib qoldi. Jamoaning vitiniyasiga aylanib qoldi. Men ko'proq vitinaga o'xshatyapman. Xullas 6 ta futbolchini oldi va maydonda Elche futbolchilaridan ko'ra tajribasizroq yoshlar qolib ketishdi. Lekin ana shu yoshlar gol chiqarishdi. Yanesning pasi, Hausenning goli, keyin qisqartirishdi. Shu yerda Real muxlislar sal xavotirlangan bo'lsalar kerak. Yo'q, Arda Güler hammasiga o'zining dahshatli goli bilan javob berdi. 70 metrlardan bo'sh qolgan darvozani ko'rib qoldi va to'pni yo'naltirdi. Oldin ham bir harakat qilgan, ustunga, to'singa tegib qaytgan edi. Bu safar aniq yo'lladi, tiniq yo'lladi. Va hozir hamma joyda aylanyapti. Sharqda ham men shoshib qoldim. To'p havodan ketyapti. Nahotki darvozadan chiqib ketgan bo'lsa, biz ko'rmaymiz-ku. Biz ham televizorda sharhlaymiz. Agar stadionda bo'lganimizda aniq tushunib yetgan bo'lardik. Arda Güler
o'zining ajoyib goli bilan bo'ldi. Elchega harakat qilmalaring, hech qanaqa comeback yo'q degan mesajni berdi va bilasizmi, Chempionlar Ligasining javob uchrashuvidan oldin yanada zo'rroq kayfiyatga kirib oldi. Manchester City daryoda West Ham bilan durang qilib turib, Londonning boshqa jamoasini yanada uzoqlashtirib yuboryapti. Real esa chempionatda o'zining ritmida ketyapti va yorqinroq futbol taklif etgan holda, yoshlar bilan o'ynagan holda. Kayfiyatni va kiyim almashtirish xonasini tasavvur qilavering. Ertasiga Barselona o'ynashi kerak edi. Barselona Sevillani qabul qildi. Endi Camp Nou, u ham Newcastle-ga tayyorgarlik ko'ryapti. Ba'zi yurishlarni amalga oshirib oladi, ba'zi bog'lamlarni ishlab olardi Flick. Bu kutilma bor edi. Bejizga Yamalni zaxirada qoldirmadi, bejizga Rafinhani asosiy tarkibda tushirmadi. Ko'p ehtimol Marcus Rashford asosiy tarkibda o'ynasa kerak Newcastle-ga qarshi. Newcastle ham dahshat tayyorlanyapti. Chelsea-ni yutib qo'ydi-yu, lekin Chelsea bilan mayli bu o'yin nima bo'lsa bo'lsin, biz Barselonaga tayyorgarlik ko'raylik deb turib, hech kim bilmaydigan qirralarni chiqarib yubordi. Barselona ham shunaqa qildi, Flick ham shunday qildi, Gavini misol uchun tushirdi. O'ynatdi futbolchilarni, ammo bu oqshom Rafinhani to'xtatib bo'lmadi. Ha, ikkita golni penaltidan urdi, lekin Panenka qilib turib gol urganini esdan chiqarmasligimiz. Keyin ham gol urdi, hat-trick muallifi bo'ldi. Cancelo katta o'yin o'tkazdi. Cancelo yorib yubordi haqiqatan. Va yanada Realdan ham ko'ra kattaroq hisob qayd etib, birinchi o'rnini birinchidan jiddiy mustahkamladi, ikkinchidan farqni o'sha 4 ochko holida ushlab turibdi. Ammo bitta farqi bor. Real 3-0 yutgan raqibini, Manchester City'ni, peshqadamlardan birida. Barselona esa durang natija qayd etgan. Bitta yutuqli tomoni Camp Nou'da o'ynaydi Barselona, uyida bilamiz qanaqa o'ynashini. Real esa Etihadga boradi. Real Etihadga boradi, komfortroq natija bilan har narsa bo'lishi mumkin, lekin kayfiyatdan yaxshi o'ynayapti. Barselona esa aynan Newcastle'ning hiylalariga qarshi turib berish kerak bo'ladi dastlabki daqiqalarda. Shuning uchun bu turni ikki peshqadamning ko'zi bilan olganimizda Chempionlar Ligasining javob uchrashuviga tayyorgarlik sifatida baholanadi. Tayyorlanib olishdi, juda ko'p narsalarni ishlab olishdi. 4 ochkolik farq esa saqlanib qoldi.